Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı. Ha, okey, bo'ldi dedi İbrahim Uyg'ur do'stimiz, qarindishimiz yaxshi, taqshi deb. Memetjan qo'shnam taqshi deb yozibdi. Ko'zim yaxshi keldi-mi, yiroqda o'tirib xatlarni o'qiyapman. Qarindoshlar hali jiq ko'rib o'tibdi. Mana endi men bugun Facebookka chiqishimdagi maqsadimni elaroq deb beray, jiqaroq odam chiqsin. Gap qilaveramdi. Bo'ldi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana ko'n yilni uzitib yangi yilga kirish oldida turibmiz. Shunga endi 2-3 uchun chiqdim desam bo'ldi. Birinchisi yangi yillik yangi programma tayyorladim. Ko'rishga oldiranglar deb tashviq qo'yay. Tan saqliq aktivlari deb tenimiz saqlanmaganlar ro'yitimiz bak tushib ketdi deymiz. Shunlashqa tashviqot qatorida xudoyim bo'lsa birinchining biri YouTube'ga, Facebook'ga atma. Quloqchinni o choyshama usib ketdi. May mindirsa gaj ekan shu. Jimmi turib so'zlaymiz. Shunga boya degandek shu ro'yitimizni saqlam qilish uchun mening nazarimdagi, mening o'zim o'ylagandagi, boshqa qarindoshlarim qanday o'yladi qo'ymayman. Aktiv shu chet el hayotida aktiv faoliyat qilayotgan, boshqalarga aktiv energiya berayotgan qarindoshlarni ziyorat qilib, shu tan saqliq aktivlari deb o'zimcha nom qo'ydim. Bo'ldi, xo'shnam, rahmat. Shunga endi shuni tayyorlab qilyapman. Asosan tayyorlik bitib bo'ldi. Birinchining biri xudoyim bo'lsa. Kimni ziyorat qilganimni hozir demay turay. Amerikada bir qarindishimizni ziyorat qildim. Demakchi, endi oyda bir qatim qilishim mumkin. Hozir aniq deysam, pek va'damda turadigan odam. Shunlashqa va'damga qilman deb o'zim oldirab qoldi ekanman. Shu amal bor oyda bir qatim bir qarindishimizni shu Skype'da naq maydonni xudoyim bo'lsa keyin bir YouTube mingdan oshgan chaqda qilaman, subscribe mingdan oshgan chaqda bekorliq YouTube'da naq maydon qilildi ekan. Shunga hozir mening 650 necha bo'ldi deyman. Hozir qilay desam pul to'laydi ekanman. Shunlashqa pulim yo'q. Undaq ishlarga. Ammo men edit qilayotgan shu appnimi, shu YouTube yasashdan burunla o'zim setib olgandim. Shunda yaxshi. Shuni o'zim qiziqadigan kitob qilib qo'ygandim. Shu YouTube yasash shunda foydali bo'lardi. Shu birinchi shu tashviqot uchun chiqdim. Ikkinchi ish anandan keyin oldin qaytdimmi dedim, endi hozir ham o'ylab bu xabarni ko'rib qapa qilib ketdik qachon. Shunga endi siyosat u bo'lmalarni ko'ryapmiz hamma jihatlarda. Ikkinchi ish oldin qaytdim Facebook, YouTube degandek ko'rganlar bo'lishi mumkin. Ammo Iran qilmadinglar desak bo'ldi. Iran qilgan qarindoshlar men ayrim qanda dedim. Bir-birimizga yaxshi xabarni yetkazmaydi ekanmiz debchi. Eng yomon nachar odatimizga dedim. Qandoq degan chaqda har bir davlatlardagi hukumatdan beradigan pulning muhimligidan bo'lib qilamiz. Ashunaq xabarlarni o'zaro yetkazsak degan asosda agar menga shu linklarni avatpasanglar, masalan, oddiysi misol qilsam, Kanadada menga avatpagan bir qarindishim bor. Unimi kilaqatim shu birinchi ayning ichida YouTube'ga linksini chaplab qo'yma. Ballag'a bergan puli, ballar qanday pul yurdi, qanchalik pul yurdi deganlar. Turkiyadan bir qarindishim menga yo'llab berdi. Demakchi, Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Turkiya, Norvegiyada savodishim bor. Uning taqdimidim. Degandek bo'lsa hozir shuningni desanglarmi bo'ladi, yozib qo'ysanglar-chi, o'zinglar biladigan. Shunga o'zaro bir-birimizga shu hukumatdan foydalanib, hukumatniki benefitidan foydalanib
o'zaro bir-birimizga yetkazsak bir yaxshi bo'lar degan o'ylab ashunaq degandim. Shunga maqatim yana dab qo'yay dedim. Amerikada degandek ham Amerikada bir davlat bir shahar va bir shaharlarni o'xshamasligi mumkin. Shunday bo'lsa qisqa tushuntirish berib ash linkini bersanglar chaplab qo'ysam degan umidda unimi oldin qatdim mammo yapondagi ishlarni so'zlagan chaqda bergandim sizlarga yaponda bolalarning pulini berdi ekan keyin o'qib hatto bolamiz jenimizni bo'lmasin berdi ekan yapondagi qarindoshlar men dedim atrofdagi mendan burun kelganlarmi bir o'qimabdi ekan demakchi ashuna xabarlarni bir-birimizga yetkazib tursak demakchi nimaga undaq qilamiz biz endi shuni qilib pulimiz jiqmo ya uyg'urlarniki o'qimadim yani deganni qilamiz bir-birimizni qo'rg'izaymiz hukumatdan foydalangan ishlar foydalanli demakchi asosliqi shu endi shu ish uchun chiqdim shu endi mashinada o'tiribla so'zlab qoldim va alaykum assalom qarindoshim salom oqsu va yozmalarni Avstraliya taraflaridagilarmi xabarlarni bersanglar chaplab qo'ysam degandek u meniki YouTube'ni ko'rish maqsad emas ko'rsanglar ko'msanglar o'zinglarning ixtiyori hamda shu ostiga bundoq chaplab qo'ysam foydalanamdiki degan maqsadda shuni ham bir qatim deb qo'yay dedim shu bugun shunchalik so'zlaymi yapondagi bolalar yaponliklarni ancha muncha ko'ribdi Yaponda hozir bir keshib ketdi ku. Bayat bir şaş mahallimden birisi çaqçaq bitmanga o'zining bo'rini uchirib ketmasin quloqchisini debdi. Quloqchining bak hammasi shuni qilib hali chaqchaqlan qilib qo'ydi. Ko'z tegmasin. Quloqchining ko'z tekkasin, men ko'z tegmasin deb qo'yay. Rahmat, shashmollim. Shu hamda bas so'zlarimni hamda boshqa takrorlasam, men takror bo'lib ketgidek. Shunga bugun ham shunchalik so'zlay. Mashinaning ichida bo'ron chiqarib bo'ron degan ismni sizlar oshkor etdinglar. Men iltimos qilib qo'ysam to'g'ri kelmadi. Shunga ism familiya deb berdi, shunaqa o'zgartirgan shubaka. Qo'shnilarim hammasi uydagina marab o'tiribdi. Xabarlarni to'liq ko'rib, ham Turkiyadagi xabarlar, Turk xabarlari, men bu bek o'qib ketmayman xabarlarni. Ancha-muncha anglab qo'ymay, ko'rib qo'ymay. Hammalarning ko'ngli yerim shunday bo'lsa-mu. Ko'nglimiz yerim deb o'tirib qilgandan bir amal bor, bir harakat ko'rsak, bir ishlarniki bu yerda mu harakat o'tamiz. Tursun ro'zi chaqchaqni qila. Shamol deb qo'yaymi, bo'ron deb qo'ymsammi? Men bu ish to'g'riliq paraq qilishay deb chiqdim. Hammanglar yana shu xabarlar to'liq ko'ring va manglar hamda rost xabarim ko'p bo'lishi mumkin. Yolg'on xabar, odam aldaydigan, bizning psixikamizni o'ttiradigan xabarlarni men amal bor shu vatandagi kichik bolalarning nimalarini hamda hammalar haqiqat-ku shunday bo'lsa-mu
Көйгәнсері өзіміздің немесе тәсір қылуды, keyfiyatlığım təsir qılıdı. O mənə məsləhət qıvat qalamına aid köp olubmu? WhatsApp'da bolubmu şu ayallardı köp bərəkkəb, ənsizlik, uxlayanmazlıq degan. O toğruluqmu mən şu uyqusizliq ki toğrusu YouTube işləgəndim. Ya bir haqqatim qıpasan deganlarmi boldu. Xudoyim buyursa, uyqu yaxşı bolsa bizniki bütünümüz yaxşı boldu degan mən məş həyatımda hazırgacha yakkunladim desem boladı. Uyqonlar yaxşı bolsalar, onundaki atdigan turish, atdigan birinchi qatim ko'zni ichib turib ketish. Eng esil ishlarning birisi ekan. Ikkinchi qatim uxlab qoldinglarmi, shayton uyqusi shuning bilan tush ko'rib, qarib esib degandek. Shu ko'z ichilgandilar soat 3 ulamdi, 4 ulamdi, 5 ulamdi degandekchu. Turib ketib, undan keyin qilgandan keyin bizniki mingimiz dopamin degan anglagan sizlar qilgan, serotonin deb. Shu Japonca happy hormon deb qo'ydi. Xo'shallik hormoni ajratib chiqdi ekan-ku. Shu atganda turib ashnaqa qilgandan keyin mishada bir qiyrinishim bang maslahat qildi. Qanti bir hafta davomlashtira olibdi, yana davomlashtiramidim deb bir xil tushkunib qoldi menga gap qilib. Men dedim, hamda u cho'qim qattiq talab qo'ymay, 2 kun, 3 kun davomlashtirib, 1 kun demilib unda qism bo'ladi-ku. Cho'qim men ashnaqa qilman deb qilmay, men shu YouTube'imda so'zlagandim. Shunga ma'nodim so'zlab beraymi azroq. Uni men sinagandim-ku, shu atgan turishniki qandoq shu men burun uyqum shunchalik nachardi. Shunga uyqumni shundoq yaxshi qilib oldim hozir endi. Bir hisobda 5 soat, 6 soat uxlasam shundoq qanadi uyqum. Şunlaşqa çoqqum 8 saat uxlash kerak degandan kallanglarga kirgizmaganlar. O degan xalqarалық o'ttir hisobdagi narsa u. Yani leksiya so'zlab ketdim bu fursatda. So'zlab yuraymi ya naq maydanda ixtiyoriy param bo'lgandiki. Mana shu uyqum meniki shunchalik nachar burun rahmatlik opam shu uyqusi nachardi. Menmo yapon vaqtlarimda men ashna o'xshayman, ersiyat o'xshaydi deb men ersiyatga hozir tushib ichamayman asosan. Chiroyi shakl, azroq xarakterlar o'xshab qolsalar bu ersiyat davoldi ekanmiz. Ersiyat hozir tadqiqot ustidagi narsalar bir hisobda. Shunlashqa qipaqaychu deb qilsa bo'ladi ekan-chu. Shunga menmo opamning ashna qilganki menmo uyqum nachar o'xshaydi deb yuribdim. Shuni olib bu yerga kelgandan keyin Kanadada 3 yilni oldi-ku deyman. Bir uyqumni yaxshilab boqaychu deb albatta o to'g'rilikni jiq material axtirdim. Axtirib shu qishni kuni boshlab ekanman o uyquni yaxshilashni. Shu atganda turib 12 usullari jiq ham dambayla o'qimiz 5 minutni to'g'rilab qo'ymiz soatlarni. Har xil usullarga soatni yiroqga qo'yib qo'yish kerak. Men boy degandek birinchi qatim ko'z ichilganda turib ketishni sinadim-da men. Sınap anandan keyin yana uyqu kelib qolgan chaqda balkonga chiqib ketib uyquni ichish. Anandan keyin yana uyqu kelib qolgan chaqda monchuq tushish degandek-chu. Shu atganda amal bor, shu badanimizning ichida soat bor deymiz, shuni tangishib olish. Shu menga bir hafta 10 kun ketdi deyman. Shuningdan keyin shundoq yaxshi bo'lib ketdi uyqum. Odatda shu tushimni ko'may uxlayman desam bo'ladi. Shunga bu uyquning muhimligini men haqiqatan his qildim. Menmo shu yapon o'qiyotgan vaqtlarimda 2 kun uxlayolmay shu darazadan tong'at ketayotgan attigini yana ketayotgan maktabga andoq kunlar bekchiq o'tgandi. Andisha, g'am odamni shu uxlatmaydi ekan. Shunlashqa uyqunglar kelgan chaqda uxlanglar, hargiz zo'rlab uxlamanglar. Ya ba'zilar deydi telefonni ko'rsa uyqu kelmaydi deb, men telefonni ko'rib yurman. Uyqum yaxshilab ketgan shundaqmi? Anandan keyin uyqu keltirish usullari onimi azroq fikrlashaylik. Uyqu endi atsini o'ylaymiz ko'pincha, xizmat bor, aytgan turmasa bo'lmaydi deydiganlarni. Ammo kechda uxlayolmaymizda, zo'rlab men deyman, 10-15 minut uyqu kelmasa turib ketish kerak odam. Agar cho'qib uxlaydi degan chaqda eng xo'shaqmagan material ulamdi, masalan til o'rganganlar ba'zi g'ayri boshqa tillarga xo'shaqmaydigan narsalarni deymizmi bir hisobda. Ashunaq narsalarni ko'rib bo'lsanglar, darhol uyqu keldi ekan. Anandan keyin hamda zo'rlab agar unda unum bo'lmasa, cho'qim
o'rnimizdan turib ketib qachon uyqu kelgancha uxlab qolgandan keyin shu badanimizning ichidagi soat tangishilib ketadi ekan. Bugun so'zlamayman deb jiq so'zlab ketdim qandaq. Ya bir qiyinchimiz savol so'rabdi. Odam turiblam jiddiylashib, yurak sab ketadigan bir davolash bormi? Uning hamda undaq ishlar cho'nglardimi bor, yoshlardimi bor, hozir yoshlardim ko'pga. Jiddiychilikdan bo'ladi, to'liq xiyoldan bo'ladi. Agar davomli qashnoq bo'lsa, cho'qim doktorxonaga ko'rining. Ko'rangandan keyin 24 soatlik yurakni tekshiradigan asbob bor, shuni esib qo'yib tep chiqish mumkin. Ammo yurakniki undaq ancha-muncha o'zgarish bilan odam hech qanday bir jiddiychilik bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunga hozir hamda mo'ylarning kalasida vatan g'ami bor, u aniq. Shunlashqa hamda jiddiychilikdan, jiq o'ylashdan, ichimizdagini diyemasdan. Shu bo'libmi ayollar yaxshi bir hisobda, u jihatli psixik jihatlar deymizmi? Şun ayollarning umri uzun, yig'lab, gaq qilib chiqarib o'tadi. Erlar ichi yutadi ekanda, shunlashqa erlarda qon besim, diabet, yurak kisel ko'p. Shunlashqa erlarmi yaqin do'stlariga, ishonchli do'stlarga ishidikini tugutish kerak. Eng yaxshi yo'llar shu. Ya bo'lmasa ota-onaga, qarindoshlarga-chi. İçimizdikini, masalan, xuddi bu ichimizdikini to'kmasak to'salg'i bo'ldi-da bu. Mingimizga to'salg'aniki har xil qalaymiqan xiyollarda bo'lmaydi degandek. Xuddi cho'ng kichik taratga o'xshash, cho'ng taratni qimiz qandoq kutadi odam, kichik taratni qimiz qandoq bo'ldi, shunga o'xshash ishda-da nimasi qonuniyati. Shunga ichimizdikini devatsak, buning davolashning chorasi o'zingiz eng yaxshi ko'rgan ishni qilish, o'zingizni aldirash vaqt chiqarmang, qalaymiqan xiyol qilgangacha. Unda qilmaysiz qig'il bo'ladi. Qalaymiqan xabarlarni ko'mang, ko'rsizmi shu, ko'misizmi shu, jiq ko'rib ketib qanday xabarlarni. Shunlashqa o'zingizni aldirash qiling birinchidan. Aldirash bo'lgan siri odam qalaymiqan xiyolni qilib ketamaydi. Masalan, vatanning g'amini qilmaymiz ham bir hisobda, qilmaymiz degilmaydi. Shunlashqa undan keyin o'zingiz qiziqadigan ishni. Hozir qiziqish, o'zimning qiziqishi nimadu, men nima qiziqishni bilmaydiganlar ko'pkanchu. Mush to'g'riliqmi YouTube'da bir so'zlab baqay deb o'ylayapman. Qiziqish kirib ketsak, masalan, o'y soat, muncha soat o'tkazibdi-ku deymiz-ku, shu o'zimizning qiziqishi bo'ldi ekanda bir hisobda. Shunlashqa hamda mening birdan bir qiziqishim, men o'zim misol qilib bersam doktorchilik. Xudoyim bo'lsa holat keyin bir kuni. Andan keyin tamoq yedish. Qiziqishim ko'p meniki. Shunlashqa shundaq aldirash o'tma. Bikochining vaqti yo'q degan ishini men hozir. Meni mendaq Facebook'larga chiqib, YouTube so'zlab qilsam bikochimikin va yomon jiqchiqsizga andaq-mundaq deganlar bo'ldi. Nima siz desin deyman. Ammo vaqtni shundaq yaxshi kontrol qila olaman deb o'ylayman o'zim u jihatlar ishini men. Shunga o'zingiz qiziqadigan fokus qiling. Masalan, hozir Amerika, Kanada, Yevropa hamma yerda turk kinolarini ko'rayotganlar bir narsa kirkiting. Kirib bo'lgandan keyin shu masalan qismliq kinolarni ko'rsa, menga uni ko'radigan vaqtim yo'q. Shu oqaqdan buning keyin qanday bo'lar deb turkning bak yomonki kinolarida. Shunga o'zingizni shu u ishlarni qalaymiqan ishlarni o'ylashga vaqt bermang demoqchi. Shu davolash usuli. Bunun dori, hadisi doriga eslamanglar. Men dorini toza meydan bir xil og'riydi, qo'yib bermay, ba'zanda yo'qolib ketadi. Oqin o'qamadim qon. Jiddilashib yurak sab ketadigan ishlar. Oq chiqmas Seymour degan bassam chiqmaydi. O'qimadim men bu Facebook.
meydingizning qaysi tarafi, masalan, sol taraf, o'ng taraf, o'ttir degandekchi har xil bo'ladi emasmi? Ba'zi oshqozon kislotasi o'rlab qizilongash kirgandan keyin qizilongash ichitidichu, undaq ahvollarda meyda og'rigandek bo'ladi. Shunlashqa meyda og'rislab yurak deb o'zimiz qo'qazmayli. Shunlashqa bir ish bo'lsa hozir medialar yaxshi bo'lib ketgachga hadisi Google qilib o'z qo'qizdigan qarindoshlar bak ko'pga. Yo'q, ko'zimdan chatoq chiqmadi, ko'zdan harkisini qilgan desam, yo'q, xatning oxirini Facebook Seymour degan qilsam chiqmadi. Kim Faruq degan qarindishim savol so'radi. So'l taraf degan nima gapimda? So'l taraf degan pullangshib degan gapmi? Xuddim. Shuni qilib qanchalik vaqt bo'ldi? Agar bak davomli mashina bo'lsa, cho'ng bir tekshirishlarni elib bering. Qancha yoshlarda siz uqmadim hamda. Men Facebookda bundan naq meydan javob qilib baxmagan. Sol taraf. Qanchalik vaqt bo'ldi? Qanday vaqtlarda bo'ladi? Masalan, tamoqni burunmi, tamoqdan keyinmi? Qanday vaqtida shuni bir desingiz? Doktorxonaga bordim, saqkansan dedi. Shu endi boshqa cho'ng mas'ul bo'lsa, men boy degandek Yurekning saqkan dedi. Boy degandek shu qalaymaqan xiyol hamda mo'lani ashnaqa sarsamiga savatidi. Shu hamda yapılıqning bir maqol tamsili bor. Yamay va kikara deydi. U nima degan gap deganda, butun kisel ruhiy besimdan keladi deb. Shuni aytib to'g'ri gap. Shunlashqa o'zimiz mabay degan davolash usullarini o'zingiz qilaychi desangiz qila olasiz. Agar shu vaqtda qattiq nima bo'lgan chaqda balkim o'pkining masalalari azroq bo'lishi mumkin, oksiga yetishmaydigan ahvollarchi. Anda vaqtida oldin qatim dedim, og'zingizni için yumib, burningiz bilan cho'nqur nafas olib qilsangiz qo'yitish mumkin. U ahvollar mendan bo'lgan. Shunday bo'lganda yurak taraf sanjiydi-ku. Shu turuplam ağrıydı, 3 gün andın yo'qolib ketdi. 3 gün davomlasham shu ağrış. Undaq bo'lsa endi qanday vaqtlarda masalan tamoqdan burun ya keyin kayfiyat bilan munosabatlik eng asosiy kayfiyat. Hammalar uni bilmas, shunga ham o'zingizni aldirash qilib Ben baydiga usulümünü sınap yakın. Uzun mezgil bunda bo'laversa bir cho'ng tekshirish qiling, yurak yaxshikan, boshqa a'zolarni mı degandek, o'pka, men oldin qaytdim, yurak qismi so'zlagan chog'da shu meyda qismida faqatla yurakni o'pkamaydi, har xil nervlar bor, andan keyin o'pka pardasi bor degandekchi. Hozir tekshirishlar hamda Xitoy virusi bilan sal so'zilib qoladi. Shunday bo'lsa-mu, tekshirib o'zingizni xotirjam qilganingiz yaxshi. Abdulaziz ablat xili uzun davomlashdi ekan, diqqat qiling. Nima xili uzun davomlashdi ekan deb uqmadim qarindishim. Pandemikmi? Mesela hazır bugün müşinçilik sözlep duray, men bay degende 3 için çıqqandım, hem de uyqusizliq to'g'risida azroq so'zlab qoldim. Bay bir qarinishimiz savol so'ragandiki, yurak to'g'risida so'zlab qoldim. Yo'q, Faruq qarinishimizning og'riqini deyman aka.
Ondaq bolsa çoxum bir tekşürtüş kerak ekan bir hesapda. Ashqazonda sal chataq bor shu aka. İlyas Artış bu börküm sol pat ağrıydı bun pat yazım ağrıvatıdır nima qilishim kerak. Nima börküm sol tarafdaki ma pat ağrıydı burun kim batdı hozir ağrıvadı. Biz uqamadım bu ma qaysi qarindishimizdan xatdi. İlyas Artış degan qarindishim burun nimbatdi qumbatdi demoqchim ya qumbatdi hozir og'riyotidi nima qilishim kerak. Börek taş bakende emse börek taş siz hazır Türkiye'de kaçan Türkiye qarindoshlarimiz bek ko'p ku börek taş keçisi tutudu. Şunlaşkan bununla derhal doktorxonaga basınız okul bilan alqi börekniki yolunu kengaytadigan bir xil dori bor. Shuni ursa damalliqqa bir mezgil qo'yitudu, ammo bundaq bo'laversa davomli og'rish paydo qilib uningki o'zingizga malqa sudik yo'liniki yalluhi degandeklar bo'ladi. Belkim doktormu degendo buni tushirishnikki usullari ko'p, masalan suvni ko'p ichib berish, suvni ko'p ichib taxlab berish degandekchu. Ba'zi qarindoshlarimiz hatto o'zlari kichik tarat orqali chiqarib etganlarmi bor. Kichik taratdan chiqib ketib, masalan qon allash kelsa, vushidan ketganlarmi bor degandekchu. Börekda tosh paydo bo'lsa, haqiqatan kechasi tutudi, bek og'riydi. Hozir og'riyotgan bo'lsa, men boy degandek usullarni qiling. Uniki hamda boshqa usuli bek og'rigan bo'lsa, doktorga telefon qilib, emergencyga, nimaga jiddiy bo'limnikini qilsangiz, ukol bilan damalliq qalqa qo'yitadigan ukol bor bu. Ya ashqazonning ishimi debdi Farruq qarindishimiz. Qumbatdi dedi. Ashqazonning ishimi Farruq bayo degandek, men dedim-ku, shu qanday vaqtda qo'zg'aldi? 2-3 kun dedingiz, shu vaqtinidan, tamoqdan burun qo'zg'aldiganlar bor, tamoqdan keyin qo'zg'aldiganlar bor, shuning asosan desak bo'ladi. Bo'lib yoshlarda shu ashqazon bilan 12 barmoq yalluhi masalan qursoq ochqancha uni so'zlagandim YouTube kanalimda bir ko'rib baqsanglar bo'ldi. Ashqazon kislotasi qatarliqlarcha men so'zlagandim. Men Facebookda dars so'zlamayman degandim, men so'zlab soldim. Akbar Azmat qarindishimni savol so'rabdi. Doktor tamoqdan keyin ashqazon ichib og'rish va orqa dumba taraf ichib og'rish. Bir-birlab javob beray deyapti. Men hozir savol jiqlab ketdi. Ama Ekber qarindishimiz yangidan savol so'rabdi. Farruq to'xtab turing, men javob berayotay. Tamoqdan keyin ashqazon ichib og'rish, orqa dumba tarafni ichib og'rish. Tamoqni jiqyamsiz azizim uqmadim. Tamoqni men shu ashqazonni so'zlagan chog'dimi oldirmay asti ish kerak dedim. Dumba taraf og'rigan bo'lsa-mu, bu ehtimolligi ashqazonniki masalasi bo'lmay, ashqazon asti bezi. Qatarlik ashqazon asti bezini men ayrim so'zlagandim. Bak muhim a'zo. U xuddi yumronligida odatda dufu bog'u.
dufu o'xshab qoldi. Shunga shu dumba taraf og'rigandiki, shuningdan gumonlanishmi bo'ladi. Shunga amal oz yang oz yegandan keyin oshqozonniki u oshqozon asti bezi besim tushamasa unchalik og'rish bo'lmaydi. Farruq doktor oshqozonda helikobakteriya. Helikobakteriya bor ekan deydi. Aşı bakteriyaning ichi ekansa, u bakteriyani YouTube so'zlagandim. Mening YouTube'ni ko'maytirishlar, ko'rib qo'yib hozir ko'rganimning to'liqida sizlarninkimi. Hamsi men o'zimning YouTube kanalini shu Facebook tugagandan keyin playlistni nimasini umumiy butun chiqadigan nimasini chaplab qo'yay, ko'rib yaqinda. U bakteriya hamda hali mazgilgacha odam bearam qiladi-ku. Shunglashqa u bakteriyaga maxsus dori yemasa aldirab o'ngshalmaydi. Doktor ona deganimiz cho'qim dori bergan bo'lishi mumkin sizga. Bakteriya borki, undan keyin oshqozon asosan tomoqdan keyin yana qo'shqin bak ichib ketsa. 12 barmoq uchaydimi yalluqlar bo'lishi mumkin. Yeshingiz qancha yoshlarda ko'parak bo'ldi-ku, hamda yosh farqi er ayol degandek meditsinada shuna ayiradi-ku, shunga 12 barmoq uchay yalluhi degandeklarmi, hamda uni oshqozon kamerasini sep tekshirib bo'lmaydi. Shunlashqa alomatiga qarab qiladi uni. Beshingiz qayilgan ishlar bo'lsa, shu qusqingiz sizda qusoq bek ichib ketganda chidamaydigan, undan keyin qonda shikar moddasi oz odamlarda mashina bo'ldi-ku, deyishotang. Shunlashqa yeningizga azroq tatliq narsalarni, chokolad bo'lamdon bilan sevasingiz, qusoq bek ichib ketganda shu darhol yeb bersangiz, shu darhol qonga kirib, qonniki shikar moddalarini tangshab turdi-ku. Shunga ba'zida hatto qusuq ichib ketgan qarindoshlar hushidan ketadigan ishlar bo'ldi. Shunga o'zingiz ashunday qilsangiz xatarlik. Bugun ham shunchalik so'zlab turay qarindoshlar, hali ko'p qarindoshlar qo'llab ko'ribdi. Hamda bundan keyin rasmashna Facebook'larga chiqib, ancha-muncha naq maydon savol javob qilamki ya. Yaxshi bo'ldi-ku. YouTube'imni ko'ryapsizlar qachon? Ko'rib qo'yiblar, malqi amallashtirmasanglar, ya'ni bekor. Hammadan dunyoda nima muhim sog'lomlik deydi ekanmiz. O'zimizni qilmasak bo'lmaydi. Sog'lomlikni asirmasak demoqchi-ku. Bildim. Buldu emsa qarindoshlar, rahmat hammalarga. Men asosliqi boshda degan ish uchun chiqqandim, bugun chiq so'zlab ketdim. Kechiringlar. Ma'qul emsa xo'sh, Allohga omonat.